Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Qafasimiz mana ko'rinishlari juda ham chiroyli holatda tayyorlandi. Bu qafasimiz uzunligi tuxumdoni hisoblari bilan 4 metrga ajratilgan. Eni ham yon tomonlari 1,5 metr. Va mana bu tuxumlash xonalari yon tomoniga o'rnatilgan, ikkala tomoniga. Materiallari HDF materiallardan, suv shimmaydi. Eshiklari har doimgidek arka ko'rinishda keng holatda bo'lgan. Qafasimiz mana ichlari yarmidan bo'lganmiz. Don zashtalari baquvvat bo'lgan mana bu. Bu tomoni mana pollari bemalol odamni ko'taradi mana. Mana ichkari tomonlari ham HDF materiallardan bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Qafasimiz ichlari ham juda ham keng, bagadi holatda tayyor bo'ldi. Shifrlar mana mokra ko'rinishga ega. Mana oldi siliflari ham qo'yganmiz. Qolaversa setkalari ham 2 ga 1 qalin setkalardan tortganmiz. Orqa tomonlari ham mana ponni kraska bo'lib, shumka bo'lib bitti qafasimiz xudo xolasa. Xudo xolasa egalariga jo'natish arafasidamiz. Bu qafasimizni Toshkent viloyatiga 350 dollarga tayyorlab berdik. Dastavkadan tashqari holatda. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. 94lik kodi bilan 273 73 53.